olib ketadi hozir. Nima balo, qaynatangiz benzapila yutib yuborganmi? Mana uni qarang. Yurmaylarmi? Yo, to'g'risida mana ushlang. Aralaymiz, ketdi. Torting. Yur. Kelib qolinglar, mana bolajonlar uchun sharlay shir beramiz. Jinni pochini nima qilding? Pochcha zo'r hurrayotar ekan. Vulkanizatsiyada ishlasachi, zo'r pul topadi. Bir yo'qol. Voy, adasi. Xudo xola ba'mi solib poyezd ekan. Bu xonadonda yashab bo'lamiz o'zi, opa, qanday chidayapsiz? O'rganib ketganman. Yaqinda Ginslar kitobiga kiritilasizlar. Yana boshlandi ana. Traktorlar tirildi. Opam ham yo'q bo'pti. Doktor kasalga ketmasdan. Opa, senga maslahat beraymi? Tezroq Xonsaroydan uy olib chiqib ketgin. Mana xurrachilar dastidan do'mni qulatasizlar. Xonsaroyda uylari pishiq bo'ladi-da. Qani qo'lingni duoga och. Otam senga chiqib ketayotganingda toshdek qotgan borgan joyingda deganmi? Toshdek qotgan, yapishib ketgan. Iloji bo'lsa uyga bormagin. Tushundingmi? Bizga ham yo'q tursa. Yashamaylar ekanda.